Raddomdan chiqqanimda 3-kuni qaynanam idishlarni yuvmabsan deb urush qilgan, erim yuvgani uchun. Nima qilibdi yuvmasangiz, o'sha qaynanangizni o'zi ham kitipeli chayib joylab qo'ysalar nima bo'ladi? Ayol kishilar-ku, ular ham saramjon sarishda o'tirgilari kelsa, o'zlari qilsalar ham bo'ladi-yu, qandoq qonlari aylanadi. O'tirgandan ko'ra kelin bilan urush qilishga energiyalari yetibdi, kitipeli chayishga energiyalari yetmabdimi? Tim bo'li tuqqan ayolsiz, sizdan bitta inson chiqqan, organizmingiz hali joyiga kelmagan, salnito harakat qilib qo'ysangiz, qon ketib qolish xavflari bor, o'lib qolish xavflaringiz bor, kiserva bo'lgandirsiz. Choklaringiz bitmagandir, hali narkozlardan yaxshi o'zingizga kelmagandirsiz, belangi bo'lib epiduralkalarni ta'siri ketmagandir. Nima qilibdi idish-tovoq yuvmasangiz? Mana shu ish qilmaslik, mana shunaqa uyda janjal bo'lishiga nimaga sabab? Allanda oyog'ini qilib tashlab bo'lsa bo'ladi. Hamma shu ishi bor-ku. Nima? Hamma narsa mana shu kelinga bo'rish kerak ayrim joylarda.